Hammaga assalomu alaykum. Elyorjon kanalining hurmatli obunachilari. 28-may kunga payshanba. Hayitning ikkinchi kuni. Hammalaringni hayitlaring bilan tabriklayman, akalar, ukalar. Fermaga chaqirishdi, keldik mana. Farg'ona viloyati Quvasoy shahar, shu Qo'chqorchi qishlog'ida, Farg'onaning sentridan 7 kilometr. Raznitsasi. Farg'onaning sentridan 7 kilometr. 150 bosh gibrid buqalar bor. Simintali ham bor, avlikoli ham, Greenfordlari ham bor. Sveti ham har xil svetidan bor. Chiroyli buqalar. Bu yangi kelgan bas. Olib kelingan, shu pulbaylashgan, turgan, hammasini tan joni sog', burni oqqan, oqsagan bir narsalari yo'q. Yeb turgan narsalar, ola go'shtlar. Xudo xolasa narxlari bilan kilolarini to'shni ayta olmasam ham bo'ylarini aytib chiqarib beraman, bir boshdan ko'rsataman. Yana bir bor hammalaringni hayitlaring bilan. Hayitning ikkinchi kuni mana buqalar. Buqalarning eng bo'yi pasi shu 1.20, eng bo'yi balandlari shu 1.35 gacha bo'lgan buqalar. Kilolari 350 dan 700 kilogacha. 700 kilolik ko'p emas, endi bor, ikkita bor ekan hozir. Ko'rasizlar. Mana oq boshlarda shoxli variantlari, shoxi yo'g'idan ham Greenfordlarda shoxi bor, shoxi yo'q variantlaridan har xil svet. Boqaman deganga tayyor ola go'sht, bir xilgisi o'sha ola go'sht bo'lib qolgan. Rasa boqadigan narsalar. Chiroyli, emlashlari hamma yo'g'i bo'lgan, o'sha tulovdan chiqqan. Yem yeb turgan buqalar mana. Chiroyli narsalar. Hozir bir boshdan narxi bilan boshlaymiz, xudo xolasa. Chimyonimiz ham shu yerda. Sanjarbek ham mana shu yerda. O'zlari ham savdo qilyapti. Bonusini nechta bonus qilib berasan, hamma yo'g'ini sporlashyapti. Ana Chimyonimiz, Sanjarbek o'zlar. Ana ha boshlandi. Narx chiqarishyapti hozir. Shu bolalarga ham Alloh topganiga baraka bersin. Mana egasidan so'rab, tortishib, imkon qadar arzonroq qo'yishga harakat qilyapti. O'zi olmasa ham shu obunachilarga ilinib, shu bolalar ham 32 milliondan 40 milliongacha mana tanlab olish. Hammasini bir joyga olaman degan shu 55 tasini, 50 tasini 36 milliondan kami bor. Mana bu qolar. 3 ta qo'rada hozir 50 tami, 55 tasi bo'lingan hozir. O'tib bir ko'rsatib video qilaman. Chista qo'yib olay. Kattalashtirmadim ham, kichkinalashtirmadim ham. Boricha video qilyapman. Mana jonivorlar. Maqtaydigan hammasi sog'lom. O'sha batta 3-4 oydan beri turgan. Pul baylashga olingan. Oldin ham video qilganmiz, kichkina edi kelganda bular. İkinci partiyasi mana. Do'stlar, 3 ta qo'rada bo'linib turibdi. 32 milliondan o'sha 40 milliongacha bo'lgan. Battasal suva yo'g'onroq, kattaroqlar ekan. Jonivorlar qarang, Hasan-Husan qilib boqadigan ekan. Hasan-Husan emas, egizak qilib. Mana. Mashlar tonnali bo'ladi. Bo'yi 1.35 plus mana. 40 ga ham boradi. Jonivor katta narsa ekan bu. Men balandda turgan ekanman. Olar qarang. Bu narsa 2 dona qilib baylab molxonani chekkasida
Tixa boqadigan novvos ekan. Go'day novvos ekan hali. Ha, jonivar. Ana 3-qo'ra deylar. 120 dan 140 plyuslari ham bor ekan. Bularda ozg'inroq suvi yo'q. Asa boqadigan narsalar ekan. Hammasini bitta olaman deganga 36 milliondan kami bor dedi. Bo'lsa shu 32 milliondan 40 milliongacha tanlaverasiz, kelishaverasizlar kelib. Ko'proq olganga dastavkasini ham qilib beraman deyapti. Kelishasizlar dastavkalarini hammasini. 50 ta olganga bitta bonusi bor ekan. O'g'ay. Jonivar. Suvoy buzuq katta narsalar ekan. Maqtaydigan, chunki hammasi o'sha kasallardan chiqib, emlashlarini olib, uni 2 kun 3 kun oldin olib kelingan yo 10 kun ichida kelgan yo yerda boqilib turgan buqalar. Mana hozir ichkarida ekan, hammasini galaga tashqariga olib chiqdik. 3 ga bo'lindi. Tulamagani yo'q, hammasi o'sha tulab chiroyli bo'lib qolgan. Jonivorlarni oldi 3 oyda tayyor bo'ladi. Uni shashilmay boqaman degan, uni tonnali qiladigan, tonna bo'ladiganlari ham bor ekan ichida. Qo'roqlarni qarang, jonivor. Meksikanskiy oyoq qo'ligacha polvon ekan. Mana bu qo'li. Galada yuribdi mana. Pul bo'shatishga hammasini sotishyapti mana. O Sanjarbek o'zam shu yerda videoda qilib yuribdi ichkarida. Biz dehqonchasiga egasi ham kerak biz o'zimiz yengil aylanib, men o'zimning fikrimni aytib video qilaman har doimgidek. Mana borini bordek ko'rsatamiz. Telefon nomerlarini ekraniga qo'yib qo'yaman. Kelib, ustida kelib ko'ringlar. Hammaga yoqadi. Pulini kelishib olsalaring bo'ldi. Adresni yana bir bor aytaman, Farg'ona viloyati Quvasoy shahar Qo'chqorcha o'sha qishlog'ida. Farg'onaning sentridan kelinsa 7 kilometr. Yevich hamma yo'g'iga garantiya berishar ekan. Rossiyadan kelgan buqalar. Yeb turgan hali. Yana aytib o'tay, 10 kun bo'ldi, 3 kun bo'ldi, charchoq unaqasi yo'q. Hammasi o'sha yerda yeb turgan buqalar. Pul baylashga baylangan, qamalgan shetga. Ana jonivorlar bo'ynini qarang. Qarang jonivor. Yuvosh hammasi, oshiqcha xurki bas. Movat svet. Go'day hammasi. Jonivor. Ko'z tegmasin, hammaga shunaqa qilib qo'rani to'ldirib novoslab boqish nasib qilsin iloyim. Hozir maydalarini ko'rsataman. Maydalari ham bor, maydalarini bitta video qilaman. Mana bu kichkina partiyalar. 85 tami shunaqa ekan, 80 ta. Kichkina partiyasi 22 milliondan 28 milliongacha kami bor. Ikkita bor ekan, 22 milliondan bo'lsa berib yuboramiz. Ichida men mashq qo'rani ichida ikkita sal nisbatan kichkinaroqlari bor ekan. 2 ga bo'lingan, oxirida hisobiga endi oxir yetmasdan qo'ralarga bo'lib qo'ygan. Mana. Hammasini emlashlarini qilib ukollari bo'lgan. Mana jonivor, bunda ko'proq avli ukollar ekan. Shu tishqon terisi ko'p, oqlari, tishqon terilari ko'proq ekan. Bo'ylari 1.15, 1.20 atrofida. 1.10 dan 1.20 gacha bo'lgan buqalar.
Mana jonivorlar. Mana jonivorlar chiroyliligini qarang. Ko'zni qamashtiradi, mashalloh. Oppoqligini. Mana yaxshi ko'rgan talg'ir. Ikki mavs talg'iri. Серьезный bug'uy. Mana. Yeb ichish hamma yo'g'i joyida. 2 mahalli rejimda silos, somon, kepak yeb yotishibdi. Buning ichida bor ekan, bitta ikkita zo'r tulab o'rmaganlari. Qolgani o'zi ham ponni tulab bo'lgan. Ko'chati chiroyli narsalar ekan, hammasini oyoq qo'li polvon. Jonivorlar. Ikkita o'sha 22 dan berar ekan, mana bittasi kichkina. 100 tani bir joyga olaman deganga 26 dan baraka beraman deyapti. Bonusi bilan baraka qilib beraman. 26 tani 26 milliondan 100 tani. 85 ta 90 tani bir joyga olaman deganga 26 dan bonusli qilib qo'yib beraman. Yo o'tib beraman deyapti. Mana jonivorni qarang. Mana angus. Jonin sog'ib tulab o'rmabdi hali. Narigi partiyasini ham kirib qo'rasiga o'tib video qilaman hozir. Narxlar ko'tarilgan hisobiga bozor ham ko'tarilib ketgan. Go'sht qaysi viloyatda qancha o'zlari biladi. Men kecha mana hayitdan bir kun oldin o'zimizda Farg'onadan go'sht oldim, 2 kilo oldim, lag'im go'sht oldim. 170 mingdan hisobladi. Men nech puldan hisoblayapsam 170 dan aka yog'siz qilib qo'yib beryapman mana aka sizga dedi. Endi qaysidir joyda arzonroq bo'lishi mumkin. Suvali go'sht arzonroq bo'lishi mumkin-da. Mana jonivorlar. Ikkovi qo'ra bo'lib 100 ta bor. 26 milliondan optimiga bonusi bilan kamini ham qilib beraman dedi. Shvedtonlari ham bor ekan. Qora angusni o naryoqda ko'rsatganimni mana egizayim aytdi ekan. Bunisi ozg'inroq ekan, mana jonivor tuxumbosh. Mana bo'ynilari polvon ekan. Qiziqqanlarga ekranga nomerini qo'yib qo'yaman katta qilib. Bemalol telefon qilaverasizlar. Hayitga hamma bu xatnovga chiqqan, dam hordiq. Erinmay kelib ustida ko'ringlar. Mana. Farg'ona sentridan 7 kilometr. Ba'zan Kirgili bilan kelsa ham bo'ladi, Beshalishti yo'li bilan. Farg'onaning sentridan kelsa ham bo'ladi. Nimadan Andijondan kelganlarga ham udobniy. Katta yo'ldan shuni ichkariga bir 2 kilometr, 3 kilometr kirasiz, shu yo'lga yaqin joyda ferma. Mana jonivorlar qarang, rangi ham, ko'chati ham 4 son ekan. Ko'z tegmasin. Mana. Nari kattalari paltarashga edi. Bular go'day bo'zaylar. Shu pul baylashga olingan. Endi mana pul bo'shatishga sotishyapti. Naryoqdagilar ponni tulab olgani sababi yemay turgan talg'ir har doim boshqacha ko'rinadi jonivor. Ichidan kelib tanlashga qiynalasiz. Bunisini olsangiz, bunisi qolib ketayotganga o'xshaydi, bunisini olsangiz, narigisi qolib ketayotganga o'xshaydi. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin. Qirg'iziston ochilmadimi deb hali telefon qilishadi. Ochilgan yo'q, ochilsa video qilib qo'yardim. Qirg'izistonda granitsalar bek. Hozir granitsalar bekitib tashlagan, mol kirgani yo'q tashqaridan, mol qo'y. Hayvon kirgani yo'q. Furalarda go'shtlar kiryapti. Mana mashlarini tulab ulgurmagan, hamma yo'g'i joyda arzonroq olishdi. Men o'zimga mashi yo'qdi mana. Mana shunaqa arg'irog'ini nisbatan sheriklaridan arzonroq olgan 1000 marta yaxshi. Ana qarang, shved ekan bu. Jonivor.
Hammani topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Egasini nomerini ekranga qo'yib qo'yaman. Mana. Jonivor, go'dak narsa mashina. Qarang. Juda chiroyli katta ovoz bo'ladi, xudo xolasa mashina. Oyoq qo'li hamma yo'q joyida. Shoqi bor, shoqi yo'q, hamma variantidan bor. Kelib olib rosa maqtadingiz demang. Kelib o'zingiz ustida ko'ring. Yoqmaydigan odam moli yo'q bo'lsa. Hammasi yoqadigan. 10 taga plyus bo'lsa 10 tasini tanlasangiz qolgani qolib ketayotganga o'xshaydi. To'g'risi chiroyli. Yuvosh, mana galada yurgan. Yana bir bor aytaman, emlashlari hammasi bo'lgan ekan. Talg'irdi qarang, jonivor. Nari qo'radagi u boshqa edi. Bu berik oyoqlarni qarang. Uzuni ham uzun-da. Qarang jonivor. Rasmga olib qo'yamiz. Yana bir bor hammalaringni hayitlaring bilan hammani topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Erinmay kelib ustida ko'rib tanlab olishni tavsiya qilaman. Mashinada shu bo'z deydi, sichqon teri ranglilari juda ko'paygan. Suvayi yo'q, ozg'inroq variantlari. Kelib tanlab olaman desangiz, mana Viber bor hozir. Hammasini bir joyga olaman deganga 26 milliondan bonusi bor, kami bor dedi. Ana jonivorlar. 2 mahalli rejimda yotgan buqalar. Angust qarang. Tuxum kalla. Ba'da Chimyonuz, Sanjarbeyuz hammasi yugurib yurishdi video qilib. Chimyonuz boshladi endi video qilishdi. Mana, общий 150 bosh. 22 milliondan 40 milliongacha bo'lgan buqalar.